Kubaning Maron shahrida elektr energiyasi muntazam o'chayotgani va oziq-ovqat narxlari oshib ketgani tufayli aholi kommunistik partiya ofisiga hujum qildi. Mahalliy nashrlarga ko'ra, norozilik aksiyasi dastlab tinch ruhda boshlangan, keyin esa namoyishchilarning harakatlari tajovuzkor tus olgan. Davlat nashrlari hodisalarni vandalizm akti deb baholagan va huquq-tartibot organlari bir necha kishini qo'lga olganini xabar qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda bir guruh odamlar partiya binosini toshbo'ron qilgani, uning ichidagi mebellarni ko'chaga olib chiqib yoqib yuborganini ko'rish mumkin. Boshqa davlat binolariga ham hujum uyushtirilgan va ko'chalarda ulkan gulxanlar yoqilgan. So'nggi oylarda Kubada muntazam ravishda blackout kuzatilmoqda. Mamlakat poytaxti Gavana ham kuniga 15 soatgacha elektr ta'minotidan uzilmoqda. Kubadagi bu voqealar yanvar oyida Venezuelada Nicolas Maduro hokimiyatdan ag'darilgani bilan bog'liq. O'shanda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Kubaga neft sotuvchi davlatlarga nisbatan yangi bojlar joriy etish to'g'risidagi farmonini imzolagan. Natijada Kubaning eng yaqin do'sti va ta'minotchisi hisoblangan Venezuela ham AQSh bosimi ostida orolga neft mahsulotlari yetkazib berishni to'xtatgan. Bundan tashqari Trump rahbariyati almashishi kerak bo'lgan davlatlar ro'yxatida Kuba, Venezuela va Erondan keyingi o'rinda turganini aytib, tahdid qilmoqda.